Hey balam. Hey tura ornundan. Meydi man karışıp, man nallan cay koyup kılaçının balam bula çakkan. Vay vay ana. Bu yiğitinin birinci günü mü dükkan açandı değil mi? Sen bu suğunu koymaydın bir şey. Hey, nimanda kırı tohuda kutulda verse. Bu ürümçi degen bir öten yol tutsa. Kidi de kallanba, kili de kallanba. Bu ürümçilikleri uyda turup pet kıla. Başkılaçı. Eğer mümkün bolsa, ay hiç koydun işkine ekilip. Yıkıldık amazyonu kaçtıysa ya. Hey, Assalamu alaikum. ve aleyküm esselam. Kelin balam, kelin. Etinler mübarek olsun. Özünüzden birge bolsun, kine oturun. Ettigende uykusu kaçtı deme botkanan. Hayatı. Kademiyetli balayet misin? Ha, bopta şunu diginin tek olsun. Bu hayatımızda karayma hiçbir morandın çıkay demeyiz ha? Sen nemini bilirse? Ma sadır morun emez ma öyünün içinden çıkmadı da. Öyünün içinde? Ha. Hey balam hey. Tuldan kampüste gep kılmasın, uçakka ot yıkıverse. Ana obdan boldu mu? Ettigende mesin bir çıkarıp bugün yetik ticaret adı uğuşaydıgan boldu. Sırsandım bir tipinde ısrar söylese? Mana kara? Hey! Adam bop kettin mende? Mekile. Öz vaxtida şapak suyuna ulaşkandek botkamdan çıkmaydı. Andı kopap patete deysen qava. Ben sana da qo'yay. Hisobat daftarimda imzoyim bava, anangga deyninglar. Boş gap qilib, konuxamani so'yilmay deymi? Qadan gapni qildigan. Özünüzge etken çay kıçkıman go deyler. Burunqideklar. Qaymoq jiqsa o'tman. Maqıl. Ey, heyzlanmamsa, bu et degende işi vaqti, ha? Bir kun teneffüs qilsam olmamda Müslüman. Hangi qatarsa? Ya, tamam qilib o'tma. Ey, itimga yo'talning nimishi deb, ma'nimi qilyapti, tanafusda vaqtni chingtib ichomsak, sanqsa pishmoq qilmaylar. Ey, bu yetning birinchi kun eshakning suydigan ishi vaqti, va xotindan birini ilib chenisam olmamda. Ey, xotinimning chini o'zimsam, seni kimchida va chaycha. Vodka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kasa. Shukrisa. Kasa. Amin. Allahu Ekber. Aymanlar mübarek olsun. Özlerine birge olsun. Balına işte hal olmağın şımamdı. Hitti mi kaytamaptılar. Şunda oldu. Halkның işiga tumuldu mu koltonlaptı dep. Bizdeki adamların işinin el olmakı ters okşaydı. Köngüllerini yerim kımısla. Hal olup kala. Manыңı balamı be etken çayılı ola. Ana etken çay deydi. Maqul. Yo, sizden bu acayip bir tügümeydiğen bir nalları varken, bu kocalar sınaylık içinin tasqırındaki nan çıkırdan kocalar okşaydı. Ekemeli mi köre pakay? Ey, nening setilmay içim pishayotganda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kasa bayaka. Kasa. Aymanlar mübarek olsun. Kanda, ayonlar mübarek olsun. Kanda asker. Allahu akbar. Savrahon. Ha. Vodkinin ticareti kandarak. Ay bayaka. Men shu e'lonni to'tib qo'yganishqimi? Taz tijorat yaxshi emas. Uning ustiga rahmatlik Savrkamdan ashu miras qolgan ko'p bosqog'ashqa hammasi Savrkam bizga nisiga beryapti deblar. Nisiga ichib tijorat taz yaxshi bo'lmadi deyman. Savrkamda saxtaroq sataysam vaziyat pek chiqib ketdi. Kana balam avalınız büyüttürdünüz mü? Ayonlar mübarek olsun. Özünüzden birge oğay. Uzun boldu yuqaplı kettiniz mi balam? Yakında beri sel aldırışıp kaldık. Köpere keteldi oldu kappa. Çetelde? Bu çetelde mi etken çay var mıken bayaka? Bombamdı ki efka. Lekin zamış özümüzdeki katli yetmedi de efka. Yetmeydi bizden bu çay diyen çaydaklı çay var. Bu çetelde meleke bir paçarasızlığa yalı var mıken bir çukur kılıbıtıla. Hey, balam, özünüzü neyini tayarlap çıkın ki? Manga 1 kilo keza, bir çini süt, ügürdüm bir çine, hamsaydım bir şikil, kaymasaydım bir ne çıksa. Maqul. Voy bayaka, bir jo'zi tamoqni ko'ryaptingiz, memingiz bag'ishmam da. Hem yetib olgan ekan bunda birga o'tiraman. Ra. Hey, pulu adam çok ana. Açta yeydi. Pulu o kadar soğuksa katkının acayip utturdu. Vay, assalamu alaikum başkaka. Kasa. Ay mübarek olsun. Ya. Kese yatır hocam ayak kese. Kasa. Hadi Allah yaxshimi? Kes. Ya amin. Allah. Herim boz biz ama çayxana unutib qolmaslar başkaka. Unutib qolsa qanday bo'ladi?
Ana, Yasin Kocan geldi. Mana. Tova. Boşluk mu çay içiptin ha? Bu künde 3 vakt goş, polo yapış yükülolmaydı. Hazır nurgun kisenle muşu istimal meselesine kep çıkartmam da. Kanda deydi. To'g'ri. Mush chet ellarda mush xalqlarning tomoq yegini faqatli ko'ngil olmaydi. Mush biz xalqcho, mush tomoq yeyish uchun mush jahonga yashayotganda qilmizda. Cem. Anlasam çöteldi jılığı, nurgulluğu adamdan ölüdü o deyişini. Şun karaganda aşkısak öldüken de. Ölüdü. Saktaraklı meyyasını deme adaş. Hakesaydı o, mensepteme, selçise, ölüdü. Men o'shaqa o'tni qolib chiqishga haqiqatda bizdan o'tib turishlar. Sizlar aldırmayın ha? Ay ya aldırmayım ben. Elim o 50 yıl aldırıp kepti. Qandaq Yasin ko'jang avvallari tish to'ldimi? Ko'rinmaylik ketla. Zora xonim yaxshidir. Teshla qubdan. Et münasibet bilen yurtqa tuqqanlarni yo'qlab kel deb yo'liq sevatgan. Voy, ulton Mana bo'pti. shu dujinlik kelib qolibdi ekan. Ya, bizge onu çıkarttı da renklik oynayıpkemiz. Ha, et olgandan keyin o'zaro etlasak bo'lmadimi? Bizning o'g'im borsak bo'ladi bunda. Nima Ay, yetti bunda köndöcüleri basakmandı. Ey, şuna o pindeci diginingden. Yani bu şu məlimiz çayxana yaxşı. Ma məldiklərin ticaretini qollamadı. Bana. Hey, çayxanı jipajıqlayıp ya maxaq. Çoğ apa, bana bir çini süt. Bana açık bir çay demlep birin ha. Ben mi kaymak da içime? Sen ne ramcıydı? Assalamu alaikum. Ay bu arada etim mübarek olsun. Hamdolsun. Avalını yaxşı mı? Ya bir çaqladı keçikli bir balıkta. Bana qara çoğulup resmi zulfqar olsa. Koymaydı maylı oldu mu kam? Ay nergini bayaka. Küçük kızdan küçük yetmey. Tavusunun kıngıra kadar iyilik ettiğini gömdünüz ha. Xotin, kirib ava. Çoğ apam yardımlaşga kenek bir çay demlep çıkar. Yasin kocan ağaç otur ne ağaça? Asak? Yasin kam bu. Baya silay dikkat kılıptılar. Topta keçer. Aygülmüsiz? Aras, biz o'tgan yili Qurban aytdinki, orti kuni Satashxon ko'rishib qolgan ha? Öz vaqtida mahallimizning guli tujuma. Shaytonning keyni ichidi. Bir opta oyunu buzup ner gibi pak bile. Ben mi arasam değil? Hey, qag'ovli arlasang yeyishing po'q deb. Hey, bu shamaqqa do'stlarning keyni kirkitdi bu yoq. Bu xotin kishi degan-ku, qarshi tomoch keldigan narsa. Dehşet, tirtekler. Qapoqni shunda ichib qo'ysang, shillangi meniman degan. Shuni men barning dardini topqicha, yo'qning dardini tatay deb. Ha, xotinimning xetini beraverdim-ku. Uyey, bayaka. Oy, sizin ballarınızı ciddi kıldınız mı? Hey, ukam. Pul bo'lsa hamma shal bo'ldi ekan-ku. Mana ballarim hozir mana Aqso'nga maktabda yaxshi o'qiyotmandi buni. Ya yanıla şu atağının aldığı çoğuğun yetmedi cuma. Doğru. Bombasa tokçu çıkarken çücüdekler. Bana, mani öldürürsüler. Mani balık al kestiler. Rahmet. Ay mullah mübarek olsun. Vay. Sercan saksını mı? Hey! Taşı ettim diyettun ko. 100 gram oynap koyduk. Kes. Bugün acayip çıraylık cılık kapsalan ko. Bu şey et bayramlarda mı sizlerge tüzlük aramçılık yok okşamam da. Onu bir de ben aka. Akşam keçi işhanada akıram. Hoş. Hazır işhanadan çıktım. Daşını kıpılıp yana işhanaga. Aramçılık yok. Yo'ldoshlar, mana bu soqchilarimiz bo'lg'achqa biz xotirjam et o'tkazayotimiz emasmi mana? Şundak. Sizlerinin devletinlerini ziyade düşmanlarını piyade kılgay Hudayım. Sen can balam. Konu perde. Bak. Ama senin kim ben özden açık bir çay demlep çıkayşı. Yana uyqun ketdi-da. Selamünaleyküm. Bana sen can balam. Biz çıkağanda hiç kıl kaldılar bu. Kesa. Amin. Allah'a emanet arkadaşım apa. Yaxşı qol. Qanda qaysa can balam yaxşı tutdunuz mu? Yaxşı Xudo şükür. Özümüzge nem tayyorlab chiqmanki? Mana jo'zamdan borkan-ku. Shundoq. Bak sizni yo'qlayman deb faqat vaqt kelaman deb xafa bo'ldimmi? Voy, rahmat. Keldingiz ku. Burunqa qarg'anda bu o'ylarni yasab, siz unda yasabsizlar. Voy. Siz yana xato kelib qolmagansiz ha? Jinim aka, yana jo'lib qolmagansa? Ey, bultondan kirganda mana matamda bir gilam. Mana ishituvdi bir meshvar edi. Voy, bu odam bizning uyga kirgan. Bizni uyimizga kirganmi? Yo'q, burun qo'ygan.
Onda bir topar yeriniz var mı? Onunla aldık ketken. Yaxshi qilsiz, uningda ajrashib ketadi. Bu noat askini tushib, o'tib mutahammin birlashdi bu. Demak, buni choyxona denglar. Demasizlar. Javob menda qilaylik. Bu mehmonlarni chaqiribmi, bu yerga yiqin bo'lgan mehmonlar emas. Shuning uchun bu oshxonadagi jimi yeydigan taraqtirig'ining hammani to'kinglar, mana pulni men to'layman. Hay rahmat, rahmat. Qur'on aytib olgandiki, men bu bir qozon go'sht solayim. Bekaga. Mau hit balat. Qo'saqni aka, meni vodkamni berang unda. Voy, sening vodkang siliq do'qqidiki. Savrni chaqirtimsa. Anladım. Qachongacha pash aroq setib yursa deyman uka. Bunda cho'ngroq do'konlar ochmasa, mana boshliqmi katta, yaxshiroq yerdan bir do'kon olib qo'ysin. Mana boylarimiz bor. Ancha-muncha yordam qiladi. Cho'ngroq talla bozordan bir ochmasa, mana bizda. Agar do'konni kengaytib, bu talla bozor ochilgan ishinglar bo'lsa, buni iqtisodiyotda men yordam qilaman. Mana o'tirishimiz bor. Biz bu ishlaymiz, qanday aka? To'g'ri. Mukammal, sening xizmating yo'qmi? Jinim aka, bizga shayton toshatdi. tijorat qilamiz deb shu xizmat tariximizni setyapgan qarang. Dengiz sakrabsizlar-da. Gulron, bo'g'loq bo'pti. Endi savrning talla bozorida ishlab pul tepib, iglikni qaytadan tikilsanglar bo'lmadimi? Ay aka, haqni qildi pul yo'q. Nisiga oldi deyman. O nisini nerede qo'llab yuriydi men? Hasanjon ukam seni bir yonchiqchidan keyin Qashqarga qo'g'lab qoldi deydi. Bizga ishning cho'ng kichigi yo'q, hammasi o'xshash. Lekin jinoyatchilar nerede bo'lsa, biz shu yerda bo'lishimiz kerak, shundaymi? Rost Hasanjon aka, o'tganda bu ayolim ishimiz dibog'i bo'lgan. Bani oltin uzukini tushirib qo'yapti. Shuni bir tepasidan uzatgan jinim aka. Ey, Gulron, bu uzukni o'ng'ingda yutirib qo'ydingmi yo tushundimi? Voy rost o'ngimizda o'tgan to'yimiz bo'lganligidan bir jilligini xotirlab dibog'i olgan qarang shu yerda. Qayrag'anda dibadisligini nima deyman? Ushaq bolalar qisilishib. Hozir zamon taraqqiy qilgan sari kishilar qo'lishib ketdi. Bu jinoyatchilar ularning vasitasiga har xil rang bo'lib ketdi deyman. Mushularning oldini olish uchun biz har ish qilib kech kunduz uyqu yo'q aka bizga. Yo, hazrat, sizlarning xizmatingizmi taskan jumoq. Albatta, biz butun zehnimizni ish qilib, jinoyatni yiltizdan yo'qotish uchun tirishchilik ko'rsatyapmiz. Masalan, soxtamonni sotuvchilarni emas, yasug'chilarni, dalik chekimliklarni chekkichilarni emas, yasab, yo'tkab sotuvchilarni, yanchiqchilarni emas. Yanchiq kerak-da. Ha? To'g'ri. To'g'ri o'ylabsiz. Men bu soqchilarning bu kech kunduz ishlab topayotgan jafosini ko'rib, bu ishim og'rib ketib, oqshomlari bu she'rlarni yozib, dutorlar ohanglarni ishlab qo'ymoqlar. Yo, rahmat. Jinim aka, unda bo'lsa, men aytlik hammamizga bir hech qiltaman. Ayta. Ey. Bo'pti. Hech chipray, dutorlar chiqaman, dutorlar. Chiqib ketgan. Akşamı talağa çıkmasan tıkı, Katılını iz qo'g'lab tutmasan tıkı, Xalqni xotirjam qilmasan tıkı, Jahonda hammadan saqchi maqtas. Soqchilarning turmushini haqiqatan aks etib berdiz-mi? Voy sizning ayolimiz nima ish qildi? Meni ayolim yo'q qara. Boshimda so'zlasa? Sobiq xotinim qanava tatliqtirim desa, jinini tishib qo'yapti-ku. Qaysi? 30 yil kirmay turib jini tishidan ayrilib maqmaq bo'ldi. Voy, bu maqmaq oldi deb xetni beradigan gapmi? Bu ishni siz qamlashmabdi. O sizni toza vafosizlik qilsiz-a? Unda ish yo'q. Men shu vafosizlik qilmayman deb chet elga chiqdim-ku tish tog'izmada. Voy, sen mi chekib chiqqanmi? Ha, chet elga chiqsam, voy Aysajon ayol bilan chiqibdi deb bu chetki so'ngto'nglar araya choy boshlab ketdilar. Aroq deganni ishiyotgan, bu aroq degan tishli bilib qolgan, atiganligi qo'polmayotgan. Biroq chet elga bu xotinlar chiqqanday kishi. Axir qanday bo'ldi axir? Axir qanday bo'ladi? Qaytib kelgan xetni besyapti. Jinim aka, chet eldan menda bir oltin ekanmidingmi? Men Hasanjon Soqchidan so'rab baqa chet eldan oltinga kirgan olamda. Şunun ulan eşedil 30 kişinin altından kısla çıkırdan kırgan kişinin tattım berdi. Ayağlarına kollarını tırnaklarına komurup tutlar. Altında sağlık kegen gibi basamam. Hey! Xotiningning 30 kishini taqqinin chaqchaqmi ya? Chaqchaqman da bu. Ya çoğun apa göç pişkapti akça. Mana. Qara. Ya hazrat. Ayaqqa.
Bizning ömrimiz mana etizlarning ishi bilan o'tadi. To'g'ri. Ha, biroq kichik kun turib chet ellarga chiqib, nurg'un yuz obro'ga erishdilar mana. Hey, şunun qaraganda mush boshliqlar bilan xil ko'ngil yaqin kechmasin ekan. Endi yuqorsidan boshliqlar bilan munosabatimiz xil yaxshi. Ha. Xil ishlarni hal qilgan biz. Hey, jinim aka, makala. Bo'ldi. Aa, boshliq og'zini deb, bu ikkimizning xizmatini bir hal qilib bersan o'p kel. Unda Bek yaxshi bo'ladi. Qilgan yaxshi qo'yib olmay turadi. mana bunda pulga meşlapta chiqmaydi. Mana berek. Sen ondan chiqdimi? Mane, men o'zim olmayman, munosabat odamlar beramiz. Maqbul deb qo'yay. Bak. Efkan. Mening sizga bagidek bir nimammi yo'q danga. Mening ish balamning ishig'imi azroq bir yordam qilib qo'ygan bo'lsangiz o'pga. To'xta, nima ishdi? Qarang, balam oliy maktabga imtihon berib o'tgan tidanga. Maktabga kelsam, maktab to'laydigan pul imtihon yuqori ekan. Yuqori aziz maktabga. O'qitay desam, texe. O'qitmay desam, texe. Peşim ketib qoldi. Mushning azroq bir yordam qilgan bo'lsangiz o'pga. Demisimi, bu dehqonlarning yuki haqiqatan eg'i. O'zi mushning bir yordam qilib qo'ya. Bo'ladi, yordamni qilib qo'yay. Lekin kelar yildan boshlab chamg'o bilan savishtirgan mana bos ustidir. Voy, rahmat. To'xta. Men hozir telefon qilmay. Men naq maydonga beribla, ajaning o'ziga og'zimda seni ahvolingni debla, tuturdi ekanman. Texi yaxshi. Ayta bo'lsin, mavo. Birdan o'tirib turinglar. 10 minut ketib qo'yapman. Bo'ldi, rahmat. Hey! Oy! Dagmanding. Azroq savoblar. Hozir kelaman. Ya, men hozir kelaman. Ya kelamagan. Voy, fikr. O saqtpas. Mushuning bilan qanchiligan odamni olding sen, ha? Mushkul oldimda? Keyningga tushkili xili uzun bo'lgan. Bu qatam isbot bilan tutildim. Nima isbot bo'ldi bu yerda? Sen jafka, satlashmayli, inovat tasbih tutmaydi. Ustava, men bir nima odamga balo deb demay. Mana. Mush saqtpas aldamchiga oldinib yurdinglar masala. Voy, bu. Ma. Mana. Ana, qachon? Rahmat. Manda Sen o'zi yetib ketamanmi? Gözüm görmezsen, kaybıma, bunu kim birden de? Bakma ne, benim insanım yüzüp koyuyor, gördün mü? Bak şimdi kızlıklı ki, bunu biz hayat deyimiz bana. Oho, jinim akla, xizmatni tepib bo'libdi biz. Allah. O'qildim xudoyim tova. Atdigan yoqim mushning og'zi qarab o'tiraveribdi dedi biz. Voy balalarım, hali qancha nodam bo'lsa, mashtaq pishni pasat yog'a yovdaq gaplarga ishinidir. Bizden sakçılarımız hakikaten sezgür cuma. Rost. is hoş olib ketibdi bu. Aka, ko'nglingizni yerim qilmam. Hayot degan mana mushunchalik ekan. Nurg'un umrimiz behuda o'tib ketdi. Endi qolgan umrimizda bir-birimizga mehr shafqat yetkazib o'taylik. O'g'lingizning oliy maktabni bitirmoqchi bo'lgan barliq xarajatini mana men ustimga olay. Nima? Rahmat bugun. Olamchi qo'shal bo'ldim. Jahonda bir-biriga mehr shafqat qildigan, bir-birining dardiga darmon bo'ldigan odamlar yanada ko'pga. Mening bugun ro'yim shunchalik ko'tarildi. Yaxshilik aman yadi qolmaydi. Rahmat sizlarga. Rahmat balam. Davlatimiz teximiz ziyoda bo'lg'ay balam. Bugungi bu oddiy choy bizning sizlarga qilgan hetik choyimiz bo'lsin. Bugun otig'imi het, onag'imi het, balig'imi het, hammamizga het. Asl sizlarning illiq oilanglar bo'lsa, turmushinglar xotirjam bo'lgan bo'lsa, bolajoqlaringlar bilan xotirjam, xushal-xuram mushu hitni o'z uyinglarda o'tkazgan bo'lsanglar, naqadar yaxshi bo'lgan bo'ladi. To'g'ri deysiz. Rahmat sizga apa. Hayot haqiqatan qimmatli. Shundoq bo'ladi. Xotin baldirimni o'z uyimga qaytarib kelaman.
Yaxshi qildingiz balam. Nihoyatda yaxshi bo'ldi. Hamma ish ko'ngildagidek hal bo'ldi. Ha. Biroq bizning xizmatimiz Qizim. Sizlar xotirjam bo'linglar. Bizning idorada maxsus ish o'rnidan qolganlarga texnik o'rgatish o'rni bor. Sizlar oldindan bir texnik o'rganinglar. Anundagi men sizlarni muvofiq bir xizmatga ulashtirib qo'yay. rahmat. Rahmat aka. Rahmat Yosin aka. Rahmat aka. Men ozg'andek Savrkanning bo'tkisini baka-bakadan aroqni maqtab o'tag'icha. Mushtaq isil odamlarimizni maqtamchi.